Qara yuzlarigacha yopib bo'lgan bular. Mana mana ikkinchisi. Instagramga chiqarib olmayman. Instagramda kim sizni taniydi, hech kim sizni ko'rmaydi. Yo bitta like bosiladi bor. Like bosilgan qadasxonga. Shu piyozlar bizga qolib ketadi yo endi. Bloger bo'lib ketadi shekilli. Bloger bo'lib kuchayib ketsa, hamma piyoz kartoshkani o'zimizga qolib ketadi. Kartoshka Mana piyozlar suvda o'lganman, suv qatib. qarab qo'y o'ylaysan ham. Erini oldida mazza qilib o'tirsa bo'lmasmikan, bir bola chaqasini oldida sovuqda piyoz kovlanib o'tiribdi. Necha kilo piyoz deylar? 1,5 kilo, 1 kilo 200. Setkezni ko'rsatingchi, namchi katta u. Uni qanaqa odamlar ko'tarib bozordan ko'tarib olib kelguncha qiynalib ketadi, bel og'rib. Yo 5-6 ta. Va bitta ovqatlimi? Uni to'g'ri bersanglar ham bo'lar-ekan unda. Ochib beraylik desak unashmayapti. Va to'g'ri, men bilan nima ekan? Bular nima? Piyoz. Mayli, omadinglar bersin. Men ketdim. Tarazimda ishlayman.